2025-yil marketing qonun-qoidalari o'zgardi. Bugun sizlar bilan bu yili va yaqin 5 yil ichida bo'ladigan eng katta 5 ta trend haqida gapirib beraman. O'zimni tanishtiradigan bo'lsam, ismim Hojiakbar. Oxirgi 7 yil ichida marketing bilan shug'ullanib kelyapman va shu yillar davomida loyihalarimizda ishlatib kelayotgan marketing trendlar haqida bugun sizlarga gapirib beraman. Bo'lmasam boshladik. Birinchi eng zo'r marketing trendi bu sun'iy intellekt. Albatta eshitgan bo'lsangiz kerak, hozir content planni, g'oyalarni, ssenariylarni sun'iy intellekt yozib beryapti. Albatta buni kuchli tarafi, deyarli hamma marketologlar buni ishlatyapti. Buni to'g'ri ishlatish mumkin, to'g'ri promptlar yozsangiz sizga zo'r natijalar beryapti. Bu haqida ko'p gapirib o'tirmayman. Hozir bizda eng ko'p foydali bo'layotgan narsa bu sun'iy intellektdagi avtomatik chatbotlar. Avtomatik chatbotlar odam uxlab yotganda ham, kechasi ham, ertalab ham avtomatik savollarga javob yozaveradi. Kommentariyalar direkt orqali sotuv bo'limi uchun raqamlarni yig'ib beraveradi. Masalan, oddiy misol Lux matras loyihamizda bu chatbot sun'iy intellektni qo'llaganimizda lidlarning soni 2,5-3 baravarigacha oshib ketdi o'rtacha. Ya'ni nima demoqchiman? Nimaga? Chunki kechasi odamlar emotsiyada yozganda sun'iy intellekt salom alaykum qilib gaplashib, sirazu raqamni olib qoladi va avtomatik tarzda sotuv bo'limiga yetkazib beradi. Shunga qaysi bizneslar sun'iy intellektni o'ziga integratsiya qilsa, o'sha bizneslar tez yurib ketib qoladi. Sun'iy intellektni integratsiya qilmagan bizneslar doimiy ravishda ortda qoladi. Ikkinchi men ko'rayotgan katta trendlardan bittasi bu to'g'ri content marketing yuritish. Ya'ni hozirgi zamonda insonlar sirazu mahsulot sotib olishga, sirazu xizmat sotib olishga qodir emas. Ya'ni ularning puli bor, ular kuygan, ularni shubhalanyapti ular, o'shaning hisobiga ular doim kuzatib, keyin qaror berishga moyil. Shuni hisobiga siz insonlarni yaxshilab progress qilishingiz kerak. Ya'ni ularda xohishlarni uyg'otishingiz kerak, qiziqishlarni uyg'otishingiz kerak. Undan keyingina siz ularga nimadir sota olasiz. Bo'lmasa o'z-o'zidan kelib turib, mana senga aytaylik marketing kurslari yoki mana senga ingliz tili kursi, mana senga xususiy maktab, mana senga xususiy universitet desangiz, odamlar sizdan mahsulot sotib olishga tayyor emas. Odamlar sizni qiymatlaringizni, kuchli taraflaringizni bilgandan keyin raqobatchilaringiz bilan solishtirib ko'radi, undan keyin sotib oladi. Xullas, odamlar hozir juda ham aqlli bo'lib ketyapti mijozlar va ularni aldab bo'lmaydi. Shuning hisobiga faqat halol ekologik marketing orqali siz ularga xizmat ko'rsatib, ularning pulini ola olasiz. Va eng asosiy bu ekologik marketingda odamlarni sotishga undaydigan narsa bu to'g'ri progress. Ya'ni YouTube'da video roliklar qilish, Instagramda yurg'izish, content marketing orqali qiymatni sekin-asta ko'rsatib, o'z xizmatlaringizni sotish. Uchinchi asosiy narsa bu performance marketing. Ya'ni lidlar qayerdan kelyapti? Qaysi reklama kanallaridan kelyapti? Nech pulga kelyapti? To'g'ri kelyaptimi, noto'g'ri kelyaptimi? Qayerga ko'proq pul tikish kerak? Va hokazo. Shularni test qilib, hisob-kitob qilib, bitta mijozingiz nech pulga tushayotganini hisob-kitob qilsangiz, shu biznes yaxshi yurib ketadi. Bo'lmasam, pul havoga uchib ketib qoladi. Ya'ni hozirda prosta tak brend nomini tanitish uchun endi boshlayotgan bizneslar bannerni reklamalar qilishi yoki televideniyada, radioda reklama berishi bu xato strategiya bo'lib qoldi. Hozirda o'rtacha va kichkina bizneslarga sotuvlar kerak, realni lidlar kerak, oladigan insonlar kerak va oladigan insonlarga olib boradigan to'g'ri marketing strategiyalar kerak. Bu narsa faqat performance marketing bilan hozirgi paytda qilsa bo'ladi. Faqat emas, 70-80% holatda performance marketing zo'r natija beryapti. To'rtinchisi bu shaxsiy brend. Insonlar hozir ko'proq korporatsiyalarga, korxonalarga emas, insonlarga ishonishyapti. Ya'ni agar siz o'zingizni yaxshi qadriyatlaringizni ko'rsatib bera olsangiz, inson sifatida ochib bera olsangiz, siz insonlarni esida yaxshiroq qolasiz. Kimni puli ko'p, kimga ko'proq ishonishsa, o'sha insonlarning puli ko'p. Masalan, men eng yaxshi ko'radigan misol Murod aka Nazarov, aytaylik, uylar masalan 2-3 baravar qimmatroq qaysidir korxonaga qaraganda, solishtirganda. Ular 2-3 baravar ko'proq qum yoki g'isht ishlatmaydilar, ular ishonch sotadilar. Men o'zim ham orzuyim, maqsadim bor, Murad Buildingsdan uy olishga. Nimaga? Chunki men Murod akani shaxsiy brendlarini kuzataman, ularni yaxshi ko'raman inson sifatida, ularga qaysidir ma'noda muxlisman. Ulardan nimadir o'rganaman. O'shani inobatga olgan holatda men o'sha insonni mahsulotini sota olaman.
Masalan, ular uy qursalarda Murad Buildings deb yozib qo'yishmasa va men uni bilmasam, men o'tdan uy olgim kelmaydi. Lekin shaxsiy brendlari borligini hisobiga bu uyni men qurganman, mana shunaqa qurganman gapirib bersalar, uje meni qiziqishim ortib boradi. Shunga shaxsiy brendi bo'lgan odamga ishonch baland bo'ladi. Ishonch baland bo'lgan odamlarning doim sotuvlari zo'r bo'ladi. Keyingisi 5-chi eng asosiy marketing trend bu sotuv bo'limini qurish. Sotuv bo'limini qurish, CRMlarni o'rnatish, mijozlar telefon qilib raqam qoldirgandan keyin ularga doimiy o'zingizni borligingizni eslatib, ularga sotish. Ko'pchilik hozirgi zamonda bizneslarda nima bo'lyapti? Odamlar raqam qoldiradi. Bir 70% holatda raqam qoldirilgan veb-sayt orqali yoki boshqa ijtimoiy tarmoq orqali javob berishmaydi vobshe. Yoki javob berishsa ham kech javob berishadi, yoki bir marta gaplashishadi, boshqa qaytib qilishmaydi. Lekin tez o'sib ketayotgan kompaniyalarga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, hammasini sotuv bo'limi bor. Sotuv bo'limi doimiy ravishda sizga telefon qiladi, qayta so'raydi, mahsulotni qayta telefon qilib sizga sotishga harakat qiladi. To'g'ri sotuv bo'limi qurgan, to'g'ri CRM yuritadigan va marketing bilan buni birlashtiradigan bizneslar tez o'sib ketib qoladi. Prosta tak misol uchun siz bir marta telefon qilsangiz, masalan, mijoz sizga bir marta telefon qildi, savoliga javob berib qo'yib qo'ysangiz, bu biznes tez yurib ketmaydi. Bunaqa bizneslar bankrot bo'lishga, tushib ketishga moyil. Chunki hozirgi zamonda 90-95% mijozlar srazu mahsulot sotib olishga moyil emas. Ular o'ylab ko'radi, solishtirib ko'radi, esidan chiqib qolishi mumkin. O'shani inobatga olgan holatda siz to'g'ri remarketing qilishingiz kerak. Ya'ni sotuv bo'limini to'g'ri boshqarib, takliflarni berib, sotuv bo'limi ustida qattiq ish olib borishingiz kerak. To'g'ri skriptni tuzib, mijozni to'g'ri analiz qilib, sotuv bo'limiga to'g'ri KPI yaratib berib, ularni to'g'ri motivatsiyasi bo'lishi kerak va hokazo. Ya'ni mana shu 5 ta marketing trendlari hozir juda ham aktualni 2025-yilda va 2030-yilgacha meni fikrimcha aktualni bo'lib qoladi. Kim bularga katta urg'u beradigan bo'lsa, bizneslari tez o'sib ketib qoladi. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz yoki marketolog bo'lsangiz va marketing bilimlariga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, meni onlayn va offlayn dasturlarim bor. Bu dasturlarimda marketingi va sotuvni to'liq o'rgataman. Agar sizga bu dasturlarim qiziq bo'lsa va ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, nima darsliklar o'tilishi, siz nima natijaga erishishingiz dasturdan keyin men YouTube opisaniyada veb-sayt bilan telefon raqam qoldiraman. Shu veb-sayt orqali raqamingizni qoldiring va bizning sotuv konsultantlarimiz siz bilan bog'lanishadi. Darsda ko'rishguncha, xayr.